Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hop, navbatdagi obyektimiz. Hop, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani, Sangiston qishlog'ida. Hop, mana shu uylarning ostidan ketyapti, mana shu yamadan. Ko'rib turganingizdek. Biz ko'chaga chiqamiz. Ana shu yerdan o'tib ketyapti. Shu ko'chani o'rtasidan o'tib ketyapmiz bu yoqqa. Xonadonimizga oqar suv olib kirish kerak. Hop, o'sha ishib bo'ldik. Mana aytilgan joydan chiqdi. Hop, endi buni bu yoqqa kavlab turib, burib qo'yiladi, bo'ldi. Inshaalloh mana shu suvdan xonadonimizga suv kiradi.